baş he. Oğlan mı he? Her çıktı Hasan'ni, işip çıktı yüzleri. Hepip çıktı Hasan'ni, karıqı boldu kezdiri. Dadam dixan ya deriydi, men əgəz küçü, əni qaram, etizlikdə ketmennin küçü. Hağa, şim qoşulsa, haşim buludu. Hey aha, şi işi meşim, haşim. Huğa, run qoşulsa, hurun buludu. He uhu, re uru nerun, hurun. Mihqa, man qoşulsa, mihman buludu. Me e me he meh, me ama neman, mihman. Bağa, har qoşulsa, bahar buludu. Be aba, he aha rehar, bahar. Mihqa, nat qoşulsa, mihnat buludu. Me e me he meh, ne ana tenat, mihnat. He aha, se asa nesan, hasan. He ühü, se asa nesan, hüsan. He aha, re ara, hara. Ta, re, te, tar, te, iti, tartti. Hasan, Hüsan, hara, tartti. Xo'shkezakning bir kuni. Bizda mundaq bir maqol bor. Ajr qilsang mehnat topasan. Balrim, ishchan, chidamliq bo'linglar. Hargiz o'rin bo'lib qolmanglar, harakatda barkat. Bu jafo chekmay halovat ko'ngil bo'lmaydiganligini bildirdi. Dada, nasihatingizni cho'qim esimizda saqlaymiz. Dada, u yerga qachon yetib bormiz? Hozirla. Balrim, tez ishlanglar. Yana texe bu yog'ochlarni uyga olib boradigan gap. Cho'qim bo'la, aka, men de yurib ketdim. Men bugun bolalar bilan daryo bo'yida o'ynamoqchi edim. Hey, bu balınıza qachonmi gapinglar? Balrim, uyga borgandan keyin ozroq damayli bilib, hisobdan bergan topshiriqlarni ishlayveringlar. Yog'ochlarni kechda uyga kelib olamiz. Bo'ladi, dada. Oy, o'ynab oladigan bo'ldim. Qani, ağaç o'tiringlar. Hanifa, ağaç o'tiring. Dada, siz uyga kirsizlar, uyda mehmon bor. Har az Hasan bilan Hüsan ko'rinmaydi-ku. Ular qiladigan ozroq ish bor edi. Hasan bilan Hüsan har tatib berib ketdi. Ular birdam aram elib olsin. Halqonga tushib qolay debdi. O'ngshibinglar. Abba! Abba! Harca qoldi. Her bacayla oynamasang bo'lmamdi. Qayerda o'ynaganding? Qo'lda o'ynayotdim. Bilmay qopdim men. O yerda har o'zi borgan birdan dilim meni qarshi oldi. Har chaqqa yerlaringga malham surib qo'yay. 1-2 kunda o'ngshilib qolasan. Bundan keyin har bajayga hargiz borma. Har qanday qishda akangdan o'rgangina bo'lam.